Blok sohasidagi o'ndanliq Uyg'ur blokchini tizib chiqishni o'ylashdik yo'l, lekin nemini shart qilib tizishni bilmadik. Chunki agash kuchlarni setilish ahvoli og'ir. Shunga o'xshamagan 30 kandidat a'zosidan erishgan tuvandagi bir yillik xulosaga asosan bo'libmi o'tirdiki, erishgan inkas va layk umum sonini yuqoridagi qitim soniga bo'lib, set P natijasiga erishdik ham shundan qartaratga tizdik. Albatta bu tizilish san'atchilar, artistlar va tantarbiyachilarning o'ziga olmaydi. Nuqul blok degan yolg'iz mushsanil ko'rsatdi. Number 10. 10-o'rindagisi Mudana. Bu balning asl ismi nima bo'lg'aydi? Ne bileyim abi. Videoni asos qilgan bu blokchining betida nurg'un o'tmishlik sin ko'rinish va etudlarni yo'liqtirsiz. Eng muhim bu balning hikoya sahifasi 12 muqam cho'ng ambardir. Number 9. 9-o'rindagisi Korliq singlimiz Afroz. Kelgusidagi eng chong kitob magnati bo'lish ehtimolligi bor bo'lib, shuning bilan birga blok va undalardan foydalanib, nurg'un yaxshi ishlarning sohibi bo'lib qoldi. Albatta bu qiz ham nurg'un odamlar chehradagi xo'shallikning sababchisidir. Natija o'z e'tibori bilan go'zal. Yaxshilik xususlik bu sanamizdan yaxshiliklarni bilganda odamning ko'nglini suyundirib o'tadi. Number 8. Urumchidan Almira Ahmad. Qo'l bilan sanavog'idek blok yozuvchilaridan biri. Qalam kuchlik bu qizning asarlari nihoyat turmushchanlik ega bo'lib, o'zgalarning real turmushdagi sarguzashtlarini ustadlik bilan tahrirlab, ratlab va badiiylikni texnik yuqori holatda o'stirib huzurimizga sundi. Bu nuqtadan kesib yetishib bo'ldiki, bu qiz nihoyat kitob o'qigan. Ammo kitob balisi bundan o'tmaydi. Ushbu sabablar tufayli bu qizning asarlari qarindoshlarimizdan yoqtirishiga erishib keldi. Ama şair mi bu romanı ama yüzü tutkacı mı? Number 7. Qarmay shahridan Shohira Shuhrat. O'z vaqtida oliy maktablar bo'yicha o'tkazilgan erkin elishish turining But it helps. I rock a timepiece by Benny and va yoqvi uning bilan munosabatsiz. Albatta shoirlarning bu bir yil mobaynida aktiv energiya tipidagi nurg'un videolari blog ishlatuvchi nurg'un qarindoshlarimizdan yoqtirishadi. Number 6. Bobur. bahar geldi. Baharım ahire yetip geldi. Bu ili o'g'li ikki xil narsa chiqardim. Yo yaxshi narsa chiqardi yoki qiziqarli narsa. Avval qiz zamonning talbi bo'lsa, keyingi xalqning ehtiyoji. Uningdan sirt Top 10 nomida Bobur bunga naqshi muzika, kino va karton filmlar orqali sizga 10 minut bo'lsin bolalig'ingizni qaytarib berdim. Qiziqarligi u 2019 butun bir yilda faqat 21 qitim narsa yo'lgan. Oy qayerda qolgan nimasan? Ammo yana nurg'un odam uning oz amma soz degan prinsipni obdan bildi. Number 5. Birnara. Bu qizning o'xshashlam ko'ksimin g'uljidan bo'lib, o'zining go'zal san'atdagi qobiliyati bilan mo'l tasavvur kuchini birlashtirib, ko'rgan odamning zo'qini keltiradigan ajoyib go'zal va nafs ijodiyatlarni bizga sunib keldi. Voy. Number 4. Lala balki mikroblogda vlog ishlashda butun bozorni monopol qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Jamiyat, turmush, sayohat, kirim va o'qish to'g'riliq ishlagan videolari nurg'un odamlar jiroqdagi yurtlarni, chet el turmushini tushunishga yaqinda yordam bo'ladi. Undan sirt Lalaning Po'lat Temir mastonlari natija. Number 3. O'rta Osiyodagi marvoyat yurt Qashqardan bo'lgan bu bolamiz o'z izinib, o'z loyilab, mikroblog va TikTok applikalda kimligimizni va kiyimimizni eng go'zal holatda namoyon qilib kelmoqda. Bu bolaning ismi nima deyay? Siyasi. Senin etin yarmanat. Abla mijitdi. Hop. O'sh, bo'ldi aka. Uni biz Qashqar o'g'li deb chaqiramiz. I'm
Kaygıdan azat bolsa sokup atkan şok yürek. Kanlarımız urgup dursun kanat kalksın şu tilek. Ecdat mangan durus yolunu azmay doğru tanısak. Yolguz emez xalq bizge mengü bolur yer bilek. İzzet çek yetkisi Kaşgar'da Uygur sergisi. Şinjan dünya körsetken Kaşgar özü taraf bişi. Irp adet hüner senet bar çıkar düşken kızı. Kaşgar dese Uygurlarının Uygur'u nemunesi. Number 2. Güldiyar Nurmehmet. Grim muvakkil deb qaralayotgan bu qiz haqiqatan o'z ijodchanligi va ortiqchiligida unumli foydalanib, make-up sohasida nurg'un kishining e'tirof qilishiga erishdi. Uningdan sirt qisqa ammo tabiiy bo'lgan qiziqarli o'zgacha filmlarni bizga sunib kelmoqda. Kishilar sizga tash atganda ulardan ranjimang. Sizmi ularga erinmay gul eting. Tashtik bilan. Anası olgan söygüsü, aşık olgan sadaqati yana nurg'a odamning hurmatini qo'zg'asa, o'z qo'llig'uvchilari bo'lgan amroqligi, eng muhim astoydilligi bu qizni tabiiylab oldin qatordagi blogchilardan qilib qo'ydi. Eng muhimi bu qizning Jiroq Yevropada bizning 100 obro'yimiz uchun qilayotgan ajr kishini suyundirdi. Nemi degan ulug' xotin bu? Ha, aka u bir kishi qiz dedi. Number 1. Birinci o'rindagisi Instek. Blogchilardan nurg'a odam bu balni obdan bildi. 950 million degan ko'rilish qaytam sonidagi bu qiliqsiz songa nisbatan menimcha boshqa blogchilarning inkas tuyanigidek bo'ldi. Nima ish qilgan bu bola yaqindan buyon mushundal narsa chiqqan bo'lib qoldi. Ondan sirt bu akotning tashlab ketgan 10 tillik farqi yo'q. To'xoning sutidan boshqa hamma topqin oldi. Kitob, mashina, tantarbiya, kiyim-kechak, muhabbat, kino, film ish qilib Nima bo'lishidan qat'iy nazar u bu jihatda yuksak oldin qatorga chiqdi. Yana nurg'un men bildigan yoki bilmaydigan isil blogchilarimiz bor edi. İnsoniy ojizligim tufayli redaktorni unutib qolgan bo'lsam, tuyanchilikda uzr so'rayman. Yangi yilda blogchilarning va ekran oldidagi har bir qarindishimning ishlarini to'liq va texnik yaxshi ishlarga sohib va shohid bo'lishini umid qilaman. Ajrlik bo'linglar.